Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash Yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemaklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemaklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Bereketli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash sopilari. Shu bugun achchig'im keldi qarang. Bu xislat mudir o'zini lider chaqlab qilayotgan o'xshamamda. Lekin xislat mudir xizmatni nihoyat yaxshi ishlaydi. Shunga lider uning ishini-da. Ishini-da. Bu meningcha ishinish masalasi emasmiki. Ularning o'rtasida azroq g'ayri munosabat bormikin deb o'ylayman. Bu xislat mudir nihoyat axloqli qiz bo'ldek ko'rindi. Biroq to'ttamningmi qo'liga va. Biz bu gapni qilib, aytugin bola qilmayli yana. Bu boshliq bilan kotibning o'tirishlik munosabat deganmi? Qash bilan kirpikdek yiqilib bo'ldigan ish bu. Agar mush xislat mudir hali deydigan bo'lsa, mush direktorga moqqada xo'shi qilib qabul qilarmikin? Direktor, agar sizlar degandek bo'lsa, biz cho'qim xo'shallik bilan qabul qilamiz. Biz unda demoqchi emas. Biz unda demoqchi emas. Men gapinglarning hammani tafsil anglab chiqdim, ha? Shikonglar bo'lmasa, dadamning xili sodiq mudirlari, ha? Og'zinglarga hezi bo'lib yuringlar. Biz İşlemdingizmi? Praktik vaqtim to'shibdi-ku. Bugun rasmiyatlarni bajargili keldim. 2 oy vaqtim shundoq tez to'shib ketdimi? Shundoq. Nima degan tez o'tgan bu 2 oy. Bo'ldi, sizni ko'ramayapman. Chiqay, chiqay. Mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Hali deydigan bo'lsa, Oy, ha keldinglarmi? Uning ustiga boyliqi oldin ola, ovozniligi unga olgan narsa emas. Bu naq maydondagi narsa. Qaytib keldik, qara. Ha, qandoq? Kimlikni to'liqlab belgili bo'lamdi-ku? To'liqlab berdigan bo'ldi. Lekin shu bir necha kun saqlaydigan o'xshaymiz. Mayli emasmi? Saqlasaqma tutsizlar. Shu qaysar ko'rinmaydi uka. Voy, ba aka. Uydan chiqmay o'tirdi-ku. Nima ish qildi-ku tan uy o'jirisida? Ha, tomoq yegansizlar?
Biz çay içtik. Aka sen oturup durun. Ben çay demlep çıkayım. Bir şunda qila. Ben yerden şey yapma. Vay bala. Ol balam hesap qilay. Baras balam. Neç gün bo'ldi bu turatqıla. Atanınızı telefon berip xabarlantirib qo'ydingiz mu? Bu atan degençi baladan bek ensireydi. Menin kızım mı Qashqada. Künde nemi yegandi, nemi içkendi deb xiyolim shu yerli balam. Şu amma xabarlantirib qo'ysamg'u bo'ldi. Lekin o'zimning telefoni yo'q. Ondan teshig'i chiqsam, ommaviy telefonim yo'q ekan. Voy balam, nədiki gapni qildi ekansiz? Uyda telefon bor. Voy juring. Mening qo'l telefonimda hozir buruq. Qarab turay sizga. Ha? Adaş qada oldu? Aloqlasha oldingmi? Voy, men telefon qilmay qolamda, men qilsam etikka shu. Etib oldi albatta. Qarab turman, bir mo'sh ziyon bo'lgan ozda salchiq kelib chiqdim men. Ha? Ha, ma'qul. Lekin xabar olsa men vaqt dajim adash. Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Xo'sh. Nima? Qo'g'livatdi? Nimaga qo'g'livatdi? Nimni xato qilganimni bilmayman. Tuyuqsiz chaqirtib qo'g'livatdi. Siz bir ishni xato qilgan gap. Kamchiligingiz tutqizmasangiz, u siz nima ish qo'g'laytidi? Shu tuxum. Tuxum? Tuxum yeganim uchunmi? Shundoq. Men mening odamlarimning ma shirkatda bir narsa yeyishni qat'iy yoqtirmayman. Uning ustiga ma ishni derzin ichib yotmay butun shirkatni tuxum purdi tutibsiz. Kechiring, atiyan noshta qilishga o'rgan. Yerim sat baldir qopsangiz ham tugaydigan ish bu. Men siz kirgich ishingizdan ichib o'tmoqchidim. Bek banaringizni uzoq yeysiz. Bo'ldi. İşte to'xtam. Chiqin. G'alit ish bu. Yo'q qilan ishlarini bahona qilib qo'g'libas qandoq bo'ldi? Shu emasmi? U odat 9lar bilan ishga keladi. Bugun yarim soat burun kelibdi. Nasbas to'g'ri meni. Endi bu Polat direktoriga kimni saplab bersak bo'la? Ya bo'lmasa Odilani avatamdiga. Odila? Bo'g'dik. O'zingizni tunishtiring. Mening ismim Odila. Naqsh aytalamsiz? Ha? Yo. Bo'lsa qaysisingiz bo'lgan ekansiz? Menga naqsh aytalaydigan katib lozim da. Bu Qayta. u saran bo'pti. Rostili saran bo'pti. Undaqda bu keyingisi qanday bo'lgandi? Mening ismim Aliya. Men sizni taniyman. İngilizce bilamsiz? I began to learn English from high school. Certificate in English 4. When I was college, I taught English training class. Bo'lsa qaysisingiz bo'lgan ekansiz? Men inglizcha, ruscha, fransuzcha bilaman. Siz yamanjiq til bilgansiz-ku. Naqsh aytalamsiz? Naqsha dedingizmi? Men naqshiga paq qiziqaman. Qara qog'larim qayrilib bo'shdi. Bo'ldi. Nimish? Naqsh aytilgan odamlar faqat xushamaydi. Qaysisingiz? Yaxshimisiz direktor, men ismim Nadira. Bu yil 25 yoshga kirdim. Bu siz chiqib ketsangiz bo'ldi. Yaxshimisiz direktor. Qaysisingiz bo'ldi? Yaxshimisiz direktor, ismim Nafisa. Men shirkat xizmati bilan shug'ullanaman. Yaxshimisiz direktor, ismim Gulbiya. Mening kompyuter saviyam bilan davlat til saviyam yaxshi. Qaysisingiz? Yaxshimisiz direktor, ismim Madina Hasan. Bu yil 25 yoshga kirdim. Iqtisod boshqarish kasbida o'qigan. Qaysisingiz bo'ldi? Katib lozim deb qilmaydi. Lekin katib bekitishda direktorning degini hisobda. U bizni bo'zak ko'rib qoldi.
Biz bu yerga xizmat qilg'ili kelgan. Uning sesiq gaplarini, to'nqaboqlarini ko'targ'ili kelmagan. Shu emasmi? U rostida bizga gol qildi. Ruslan. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalık sopun paraşogi vətibə erkin çıxırdı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşogi. Bu şoxluqlar mendila. Bu güzellik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarışığı parilar ming rang lavsruqlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro soda chekish shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Lider nimish Po'lat qiras gap qilmaydigandi? Liderning loyiq Amina xonim tursa, ya siz bo'lmisiz? Lider vaqtini sir tutmoqchiga. Bundaq bo'lganda siz aslida uni ishxonasiga o'tib ketamsiz? Yo'q. Bu qanday gap hamdi? Hargiz undaq bo'lmaydi. Qalaymiqan gap qilmang. Cesur doktor uyga ketmaganmikan? Yo'q, qaytib ketmadi. Kecha operatsiya qilgan bemorning ahvolida o'zgarish yo'q qilib, Jasur doktor qaytib keldi. Kecha bemorning ahvolidan xabar olg'achqa yaxshi orom ololmadi. Hozir bemorning ahvoli qanday? Hozir xil yaxshi, xatarlik bosqichda o'tib ketdi. Uyg'otma, uxlayapsiz. Nima? Meni Po'lat direktorning qishiga yetib ketamsiz? Aliya. Bugungi faoliyatga men qatnashmasam bo'ldi-g'andu? Ha, bo'ldi. Tushdan keyingi yig'inda liderning yenidan ayrilmang. Bildim, mudir. Ertasiga soat 8 da liderning nashtasini, to'g'risini tayyorlab bering. Uningdan boshqa qisqa uçar orqali liderga yig'inning o'rni ham vaqtini eskartib qo'ying. Tushundim, mudir. Bugun toza mijozim yo'q. Ishdan baldiroq tushmoqchiman. Japat qolgan bo'lingiz. Asma ma'lum. Xislat mudir. Men aytadigan 7:30 bilan kep bo'lma. Baldiroq kelib, tayyorlik qilishtirasiz. Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki Stepanammi? Men obdanroq o'lish baxsam bo'ldik. Stepanami? Lan, atanız nima ish qildi? Dadam bag'vonchilik qildi. Bizning bir beg'imiz bor. Shu yerda chilan terib kirim qildi. Ha, atanız taz ilg'ar deyxankanda. Boshqa tuqqanlaringlarchi, ular nima ish qildi? Ularimiz yurtda. Mening bir akam bor. Voy, qaysar akangizga o'xshash akangizdan birisi bor ekanda. Lekin sizda chilar qo'llanmadi. O'jan ma aqlliqligini aytatlar, voy umaq. O'jan adamning amroqligini kaygus. Sizni bunday ekan hamma desam bo'ladi. Voy jinim bolam, apa desingizmi mayli. Yaxshimisiz, qo'shnim? Yaxshi. Keling. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshidir. Men tam qo'shningiz. Ha? Mal so'qmoq xonimi? Ha, bu so'qmoq do'koni mening. Ismim Olim. Necha kun bo'ldi kiramadim. Yaxshi bir do'kon ochib olibsiz. Muborak bo'lsin. Voy, rahmat, o'zingizdan bo'lsin. Bu mening do'konimning mahsuloti. Tetib boqasiz. Voy, avvar bo'lib. Rahmat. Ondan
tam qo'shni bo'lgandan keyin qanday bir ishlar bo'lsa, yordamim kerak bo'lsa, ayt desingizli bo'ladi. Ma'qul. Sizning qanday ishingiz bo'lsa, kiravering, ha? Tatinmang. Ma'qul hamsa, men chiqay. Bo'ldi, rahmat sizga. Sizning ismingizni? Ha, Oysham. Ismim Oysham. Ha, ma'qul. Ma'qul. Ay balam. Neme deymiz endi? Bu ballar şundaq terbiyesiz çoğup kaldı. Fakat adımgerçiligi yok. Muş itpegen tamağını yeydi. Yep bulplam öylerge kirip yatıdı. Oy, onu bir deme. What's O Pariz'de de. Oy, dişmada. İşleriniz duydum ha? Ha babam. Balam, işlerim tügep kaldı mı? Anam bolsa. Vay menden hatırcam bol. Ama ballavağı senin yokluğunu bilindirmey. Şundak yaxşı qaravatıdı bana. Mömincan müçü kündü kep yoklap durvatıdı. İşlerim mi az qalğandı? Buldu balam, buldu. Keşkurun geplişeyli cümü. Adam kırıp kaldı. Buldu. Keşke görüşeyle, ha? Vay. Hemen açtın düştün. Sen saklap durun. Hazırlan bana ya. Resmiyet tanımışsın, becirip oldum. Hem de ertelerim başlap uydu aramalı. Hem de duydum ha? Yaxşı öptü. Bu işgay praktik vaqtda acab tez to'shib ketdi. Bunun hech kimiz kunni ko'rishamaydigan bo'ldik-da. Hiç görüşemeymiz. Hiç olmaz telefon basıp görüşüp durmaz. Ben ne çok telefon kılmay. Cesur. Ha? Baskı yapsam inan çatal çıkıp oqug'im yo'q. Oya basam yolg'iz g'iribsin qilishimdan qo'rqaman. Berna, bundan demem. Bu bir yaxshi fursat. Siz şimdi siz cho'qim qila olasiz. Kim biladi? Direktorning ishxonasida men bo'lamanmi yoki Stepanami? Kim hapsiz bu? Bu ne lan? Bu ne deb, buni kim dadam bilan bo'lgan har qanday munosabat saqlamoqchi. Nima? Bu pulni elib shirkatdan ket demoqchimi? Siz kino ishlatdimsiz, elishib qoldingizmi? Ha? Elishib qoldingizmi da? O'zim boshliq qilgan ishlarni qilaman. Men sizga necha qatim aytdim. Lider bilan hech qanday munosabatim yo'q dedim-ku. Siz nima ish qilmaysiz? Ilama pulni.
nima ish bo'ldi? Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tug'usida atgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tug'usida atgan chayi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşoki vətib erkin çıxırıcı. Vay neminəng? Kırnang. Qalğaç markalık sopun paraşoki. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni atdigan kash 2 vaqt tamoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqqa asrash yurishdiki. Filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan mazmun haqiqatan bizning jamiyatimizda, bo'pmi shahar turmushida dal yuz berayotgan hodisalarning biri. Ya'ni jiddiy sur'atda davom etayotgan shahar hayoti, otalar bir oiladagi ota-onalar bilan farzandlar o'rtasida saqlanib bo'lmaydigan darajada ma'lum bir uqishmaslik, o'zaro tushunishmaslik hodislarini paydo qilib qo'ydiki. Masalan biz Urumchining turmushini elib aytsak, yana nurg'un oilalarda shunda qasddanlik yo'q. Farzandlarning va dada onaning o'rtasida bir-biriga qiydaydigan, bir-birining fikriga bo'ysunmaydigan ish hodisalar davomli yuz berib turdi. Ba'zi farzandlar xizmat jiddiyligidan, xizmatning besimidan, jamiyatdagi munosabatlarning murakkabligidan, har xil sabablar tufaylidan ota-onalarning maqsad muddalarini tushunishga ko'ngil bo'lmaydigan, ular bilan tafsili o'tirib oldirmay, mundashmaydigan, sirdashmaydigan, mana shunday sirdashmaslik sababidan o'tirda orliq paydo qilib qo'ydiganda ishlar bor. Yana garchi maqsadsiz yoki qasddansiz bo'lsa, oldirashchilik ichidan bugun bordim, at bormsam bo'ladi, yoki bir necha kundan keyin berib ko'rishsam bo'ladi degandek shunday bir bana sabab bilan ota-onalarimizni vaqt qaraladi yo'qlab, ularning holini so'rab turmaydigan ahvollarmi bor. Ularni qasddan unda o'rlashtirgan ish emas. Haqiqatan jiddiy shahar turmushida yashayotgan farzandlar to'laroq vaqtdan noyati bir qisilib qoladi. Chunki cho'ng shaharlarning turmush sur'ati intayin tez, bir ishga bir ish ulashib kelayotgan, xizmatga munosabat ulashib kelayotgan degandek. Ko'p ota-onalar hamda ota-ona deganning bag'ri kang bo'ladi. Har qanday ota, har qanday ona o'z farzandini ayblamaydi bu ish to'g'riliq. Lekin dillari bir xil g'irib besib qoladi ekanda, shunday bo'lganda. Ranjimagan taqdirdami? Shu farzandlarni ko'gis keldi, necha qatim ko'gis keldi, necha qatim apu qildi, necha qatim to'g'ri tushundi, lekin oxiri bo'lganda bu apu qilish, bu chidam g'ayrat yig'ilib kelib, ko'nglida bir xil g'ubar yoki bir g'am andishi yoki bo'lmasa, shunday bir xil g'iriblik paydo bo'lib qoldi ekan. Hamda ota-onalar farzandlarning kichik vaqtida uningga tog'dek, bog'dek bir obrazda bo'lsa, bolalar cho'ng bo'lgandan keyin ota-onalar xuddi o'zining ballarning kichik vaqtga o'xshash bir olmishib qolish bo'ldi ekanda. Cho'ng bo'lganda ota-onalar ballarga ehtiyojli, bo'pmi ballarning mehr muhabbatiga ehtiyojli bo'lib qoldi ekan. Shu sababdan bu filmda yana bir olg'a surmoqchi bo'lgan bir markaziy ideya oiladagi ota-onalar va farzandlarning o'rtasidagi o'zaro tushunish, o'zaro ishonch, o'zaro shunda bir-biriga ota-onalarni tushunish va ota-onalarning farzandlarini tushunishi degandek shunda bir haqiqatni shu jamiyatda yashayotgan barliq kishilarga o'qitmoqchi. O'zaro oilada shunda yaqin sirdishish ko'proq bo'lganda farzandlar va ota-onalar o'rtasida cho'qim nurg'un narsalar o'zaro tushunib yeshiladi, uqishmasliklar yeshiladi, tushunish cho'nqurlashgan sir mehr muhabbat cho'nqurlashadi. Menimcha yana bu voqelik orqali kishilarga demoqchi bo'lgan bir gap shu. Farzandlar va ota-onalar o'rtasida ko'proq sirdashishning muhimligi, o'zaro tushunishning muhimligini o'tirib qo'ymoqchi. Menimcha bu filmda tasvirlanayotgan, ifodalanayotgan voqelik bizning jamiyatimizda bo'pmi
shahar turmushida yashayotgan oilalarda dal yuz berayotgan hodisa deb o'ylayman. Ya'ni bizning shahar turmushining bu sur'ati tezroq. Farzandlarimiz cho'ng bo'lgandan keyin ular xizmat, har xil munosabat sababidan oilasini, cho'ng oilani, bu ota-onasini maqsadsiz holda hamda to'laroq yo'qlab turmaydigan, yo'qlayolmaydigan, vaqt qaralida ularning ahvolini so'rab bo'lolmaydigan, ular bilan tafsiliy o'tirib, qallisida paydo bo'lgan ba'zi bir uqishmaslikni yechish uchun harakat qilmaydigan, ammo shunda bir ishlar bor, bu haqiqat. Shuningga mushu voqelik orqali, filmdagi voqelik orqali yana bir jamiyatga o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan bir fikr nima desa, ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi uqishmaslik, tushunishmaslik faqat o'zaro sirdishish, ko'ngil bo'lish, alaydan vaqt chiqarib ko'proq fikrlash orqali meningcha cho'qim yaxshi ifodasini topadi degan bir fikrni o'tirib qo'ymoqchi deb o'ylayman. Bu yolg'iz oilaviy munosabatni tanlash uchun emas, balkim keng jamiyatdagi har soha kishilar o'rtasidagi munosabatni tanlashga cho'qim foydali. O'zaro ko'ngil bo'lish, o'zaro tushunishni cho'nqirlashtirish. Minnetdar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay, cilveger gülnün tikini birge, güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Cilveger gülnün tikini birge, güzel dur yüzüde dal bulsun ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamat. Kalbinde memnunluk bulsun barşıge, hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat, esingdin ketmisin shu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamat. Kalbinde memnunluk bulsun barşıge, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat, esingdin ketmisin shu oddiy savat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat.